alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining qoq markazi Kreta Reynik oldidagi 8 qavatli elitniy lifli uyning 7-qavatda hamyonbop narxda bo'lgan 3 xonalik uyni obzorga yetib keldik. Hozirda birinchi xonamizda birinchi xonamiz mehmonxona bo'lib, bu yerda ikkita o'tirish uchun stolik qo'yilgan hamda bu tomonda TV zona, eng sifatli aboylarda ishlatilgan. Bu yerni siz garderobni sifatida ishlatishingiz mumkin. Ikkinchi xonamiz bolajonlarimiz yotoqxonasi. Eng nafis aboylarda ishlov berilgan, oyoqda laminatlangan hamda gilamdan to'shalgan. Uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Endilikda 3-xonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz to'liq yotoqxona mebellar bilan jihozlangan, konditsioner ham mavjud. Endilikda sanusi xonalarni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz 85 kvadrat metrni tashkil qilgan holda hujjatlar ikkilamchi kredit asosga ham to'g'ri keladi. Eshikdan kirish qismi kladovka, sanuzli xonalarimiz alohida. Bu yer yuvinish xonasi, tepadan pastgacha matoviy kafeltelga dushoviy kabina qilingan. Hamda unitazimiz, bu yer hojatxonamiz, unitaz mavjud. Oshxonamiz, uyimiz studiya formatda ta'mirlangan. Artel brendidan muzlatgich, o'tirib ovqatlanish uchun joy ham mavjud. Uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Manzilimiz Buxoro shahar Kreta chorrahasi oldidagi 8 qavatli elitniy lifli uyning 7-qavatda 3 xonalik uyimizni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 85 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda.